by the sea, by the lake. Ya'ni dengiz yoki ko'l yaqinida. Near the sea, near the lake. Bunda ham dengiz yoki ko'l yaqinida. Ko'rib turganingizdak bir xil tarjimani beryapti. Lekin ishlatilishida, holatda farqi bor. Keling misollarda farqini ko'rib chiqamiz. Hop, their cottage is by the lake. Ularning kotteji ko'l yaqinida. They live near the sea. Ular dengiz yaqinida yashashadi. Misollarda ham bir xil tarjima chiqyapti, lekin holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, birinchi misolda ularning kotteji ko'l yaqinida deyilgani bilan, ya'ni ko'lning yoqasida turibdi. Ikkinchi misolda esa ular dengiz yaqinida yashaydi degan bilan, ya'ni dengizni o'sha qirg'og'i yoqasida emas, balki ular o'sha dengiz yaqin atrofida yashashadi degan ma'noni beryapti. Misollarda va tasvirda farqini ko'rib turibsiz.